Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qo'ymayapsizlar. Hadeb menga yozib, nimaga chiqmaysiz? YouTube'ga chiqing deb. Rahmat hammaga, chunki shunchalik motivatsiya berib turibsizlar. Ishlarim ko'payib ketgan, chiqa olmagandim. Bugun endi so'rashadi-ku, qarab bering, hayotimda nima bo'lyapti deb. 2 oy oldin bir qizga ko'rgandim-da. 2 oy oldin. Hayotingda shu ikkita erkak kirib keladi, bittasi aldaydi, bittasi bilan janjal bo'ladi, hayoting qiyinlashib qoladi, даже uydagilar bilan ham janjal bo'ladi. Ehtiyot bo'l deb tushuntirgandim. Bu odam senga yaxshilik bilan kelmaydi deb. Bugun mana shuni hammasini telefonda aytib, qanaqa ko'rib bering, qanday chiqay bu holatdan deb telefon qilishibdi-da. Просто odamlarga yordamim tegayotgani uchun mana shu karta orqali his qildim bugun yana kerakligini-da. Давайте общий расклад qilib aytaman, lekin doim signifikatsiyani qaranglar. Sizlar haqingizda ketyaptimi, sizlar haqingizda emasmi? Sizlar haqingizda bo'lmasa, signifikatsiya orqali ko'rib oling o'zingiz. O'zingizga tortmang bu raskladda. Sizning energiyangizga mos kelsa. Tak, kim haqida gap ketyapti? Yosh bolalik pozitsiyasidan chiqqan insonni, o'tmishi orqada qoldirib, yangi hayot boshlayotgan, Allohning bergan imkoniyatini olgan inson haqida ketyapti gap. Chunki Allohdan sizga juda ham hozir katta shans ketdi, katta bizneslar, katta ochilishlar, shularni ko'ribsiz, chunki o'tmishga eshikni yopganingiz uchun. Hayotingizda bir oy ichida, yo'q bir hafta, bir haftaning ichida nimalar bo'lib o'tadi? Qanaqa hodisalar, asosiy, muhim hodisalar bo'lishini ko'rsating. Hayotingiz hissiyotlardan boshlanadi. Dushanba kuni yangi hissiyotlardan boshlanadi. Juda ham ko'p juda ham sizni xursand qiladi. Prям hissiyotlar, emotsiyalarga boy bo'ladi. Juda ham o'zingizni to'liq, naполненный his qilasiz, xursand bo'lasiz va bu juda ham tez bo'ladi hayotingizda, juda ham tez bo'lib ketadi shu narsalar. U sizni hayotingizni yo u yoqqa yoki bu yoqqa bo'ladigan hissiyotlar bo'ladi-da. Siz uni ichida tanlashingiz kerak. Hayotingiz yangi darajaga, bosqichga chiqish boshlayapti. Uning uchun siz o'tmishda qoldirishingiz kerak, sizga kerak emas munosabatda. Yoshroq yigit, uni tashlagingiz ham kelyapti, lekin жалко deganda, как по-o'zbekcha bo'ladi жалко, короче, tashiyman deb abaysizda. So'zlar unutib qo'yapman. Жалко выкинуть, этого человека из жизни. Nima qilaman, mensiz nima qiladi deb o'ylayapsiz-da. Meni sevadi-ku, menga hissiyotlari bor. U inson suv burchida bo'lishi mumkin. U sizga bor hissiyotlarni beradi. Ha, u sizni xursand qiladi, lekin sizga og'irlik olib keladi hayotingizda-da. Hozir sizni hayotingizda yangi orzularingiz amalga oshiradigan harakat boshlanadi. Yana bitta yo'nalish bor bu yerda, yana boshqacha tartibda aytishim mumkin. Hayotingizda ikkita o'g'lingiz borda. Mana shu bittasi suv burchida, bittasi olov burchida. Ularni hayotdagi qiyinchiliklardan o'tib yangi etap boshlanyapti. Bu etap ular orzu qilgan hayot boshlanyapti. Mana kimga qaysinisi to'g'ri kelsa, 2 xil aytdim, shuni olinglar, xo'p. Pul tomonlama. Sizga keladi katta pul.
Agar kutayotgan bo'lsangiz pul tomonlama yordam sizga keladi. Sizga kimdir pul sovg'a qiladi. Katta pul kirib kelyapti. Katta imkoniyat puldan kirib kelyapti. Yoki oylik olasiz, premiya olasiz, prям maza qilasiz buni olib. Siz buni anchadan bir kutib turgan pulingiz. Yoki bankka qo'yganmi yoki kimdirga berganmisiz? Mana shuni ola olmay yurganmisiz? Pulingiz keladi sizga. Anchadan bir kutayotgan pulingizni olasiz. Mana shu hafta olasiz. Nima uchun u qaytib beradi aytaymi mana shu inson? Chunki siz ijodga yuragingizni ochibsiz-da. Hayotda ijod qilish boshlagansiz. Agar siz hali pul olmayotgan bo'lsangiz, ijod qilishni boshlasangiz, shu pulingiz qaytadi sizga. Chunki yuragingiz ochiladi ijod qilganingizda va siz tayyor bo'lasiz shu pullarni sig'dirishga, o'zingizni energiya maydoningizga. Bu situatsiya sizni illyuziyalardan olib chiqadi. Xayollardan, xayolparastlikdan olib chiqish uchun kelgan bu situatsiya. Anchadan beri cho'zilib yotgan, ololmayotgan pulingiz bu. Mana shu orqali siz xayolparastlikni tugatasiz. Prям yurakdan mehnat qilish boshlasangiz, ayollar bilan qanaqadir kompaniyada deganda 1, 2, 3 ta odam, ayollar bilanmi, yigitlar bilanmi, prosta ish qilinglar, ijod qilinglar. Ana shu ijod orqali siz bu yoqdan ijod qilasiz, lekin sizga pulingizni qaytarib kelishadi. Mana sizga yangi hayot. Yangi hayot boshlanadi. Chunki siz eskisini shu orqali yopib olasiz. Eski hayotingiz yopiladi. Yangi etap, yangi daraja. 2 martaba aytildi, что siz hayotingizda yangi yo'nalish boshlanayotganini. Bu через созидание. Sozidание orqali, rivojlanish orqali. Qarang, prям juda ham dahshat zo'r etap kelyapti hayotingizga aytib qo'yay. Chunki wow. Chunki bu ijod, tvorчество, san'at bilan, ish bilan band bo'lganingiz uchun yangi hayotingizda etap boshlanadi. Hayotingizga to'liq baxt kiradi. Prям to'liq baxt kiradi. Siz intuitsiyangizni ishlating, hissiyotlaringizni, sezgirligingizni ishlating va pullar keladi sizga. Qancha prям anchadan bir kutgan, sekin kelayotgan pullaringiz hozir yana ham ko'proq bo'lib keladi. Prям siz pulingizni bir qismini tikar ekansiz. Qarang, aytib turibdi kartalar. Bu aytayotgan gaplar hammasi rost deyapti. Meni gapimni tasdiqlab beryapti yana. Tak. Agar siz mana shu samabmandan, o'zingizni aldashlardan siz bilib qolasiz sizni kimdir aldayotganini. Juda ham xafa bo'lasiz bu hafta. Sizni aldaganini, bu boshqa hodisa, bilib qolasiz. Juda ham jahlingiz chiqadi. Prям anchagina mazangiz qochadi, lekin bitta erkak keladi-da, juda ham kuchli odam keladi. Olov burchidagi va sizga yordamni cho'zadi. Bu inson sizga Alloh tomonidan berilgan bo'ladi, yordam berishga. Siz uni yordamini olmaymi deb o'tiribsiz, aytib qo'yay, deysiz. Oson bo'ladimi, yo'qmi ekan? Lekin aqlingizni ishlating, o'ylab ko'ring. Bunaqa imkoniyat hammaga ham berilavermaydi Alloh tomonidan. Именно Allohdan kelayotgan shans bo'ladi, shu erkak kishidan kelgan yordam. Lekin ko'rmasangiz mana shu yordamni o'zingiz aybdor bo'lasiz. Chunki o'zingizni ko'zingiz bog'liqda, haqiqatni ko'ra olmayotgansiz. Siz oilani tanlang deb chiqdi. Hozirgi bu maslahat, oilani tanlashingiz kerak. O'tmishdagi
munosabat insonlarni qo'yib yuboring, ulardan chiqing dedi kimgadir kartalar. Va ikkilanmasdan chiqing. Mana sevgini deb siz o'zingizni yig'olmay turibsiz, ikkilanyapsiz-da. Meni sevadimi, yo'qmi deb yana bitta hodisa. Meni sevadimi, yo'qmi deb rosa ikkilanyapsiz. Men nima demoqchiman? Sevgini deb o'zingizni yo'qotmang. Hozir bu haftada siz mana shu tomonlama agar yuragingizni qo'lga olmasangiz, o'zingiz qiynab qo'yasiz. Chunki sizni bog'layapti. Bu sevgi qo'l oyoqlaringizni bog'layapti. O'qishingizni o'qimayapsiz, oxirigacha yetkaza olmayapsiz-da shuni orqasidan. Faqat ikkilanishda yashab ketyapsiz. Bu sizni energiyangizni olyapti. Sevgi. Bu yurak ishlari. Aslida bu sizga kuch berishi kerak. Agar bu sevgini siz to'g'ri qabul qilsangiz, to'g'ri tushunsangiz, u sizga kuch beradi. Sizni yorib chiqishingizga, sizda hayotda yangilanishingizga kuch berish uchun kelgan. Siz uni ikkilanib, kuchingizni yo'qotib yuboryapsiz-da. Agar oilani o'ylasangiz, oilam deb yashasangiz, shayton sizdan uzoqlashadi. Chunki prям oilangizga kirib kelgan shayton bor. Shayton deganda bog'lanishlaringiz bor. Mana shu bog'lanishingiz sizni boshqaryapti-da. Qaramligingiz bor. Oilangizni tanlasangiz, mana shu qaramligingiz sizga katta kuch olib keladi. Sizga katta pullarga, judayam yetuk inson bo'lib erishishingizga yordam beradi. Chiqolmasangiz, agar qayg'urib o'lib ketsangiz, mana shu qaramlikni, bog'lanishni deb boshingiz og'riydi aytib qo'yay. Boshingiz og'riydi, hayotingizda qiyinchiliklar keladi. O'z joyingizni topa olmaysiz. Xursandchilikka chiqa olmaysiz aytib qo'yay. Suv burchidagi ayol SMS oladi. Bu SMSda nima deb yozilgan bo'ladi aytaymi? Yaxshi ko'rgan insoningiz sizga yozadi va aytadi: "Sen menikisan, men seni hech kimga bermayman. Sensiz kelajagimni ko'rmayman. Davay boshqa joyga ko'chib ketamiz" deydi. Yoki aytadi, yana bitta variant bor bu yerda. Siz sevgan insoningizdan SMS olasiz yoki siz SMS yozasiz yoki telefon qilasiz. Agar meni tanlasang, davay meni chaqir, men oldinga boraman deysiz. Seni ko'rmoqchiman deysiz. Yana bitta hodisa. Juda ham ko'p o'ylaydigan havo burchidagi inson prям qarorga keladi siz bilan oila qurishga. Oila qurishga prям xohlayapti. Anchadan beri munosabatingiz cho'zilib qolgan. Xohlayapti oila qurishni. Davay maslahat so'raydi. Maslahat. Qanchalik ko'p o'zingizni tanlasangiz, sozidaniyada bo'lsangiz, yaratishda bo'lsangizda, o'zingizdan chiqarib nimadir, o'zingizni mehnatingizni ijodga aylantirsangiz, xo'jayiningiz sizni juda ham ko'p yaxshi ko'rib qolaveradi. Va u bilan sizni tanlaydi, faqat sizni deydigan bo'ladi. Kelajakda sizga mehri oshaveradi. Mana shunaqa nima bo'ldi? Kichkinagina, qisqachagina maslahatlar, hodisalar, hayotiga yangi haftada bo'ladigan
Все. Rahmat e'tibor uchun.